Menimcha hamma narsamni oldim. Xo'p, mayli, mana bu nonni olaman okey. Va voy, va mana bunday sumkaga solib qo'ysam, achib qolishi mumkin. Telefonimni olganim yaxshi va bo'ldi. Okey, qo'pani. Hoppa, yopib qo'yamiz. Yaxshi, bo'ldi, yopib qo'ydim. Bu aytgancha barcha salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana Shahrisman. Короче, meni ismim Shahris va mening video roligimga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun do'stlar biza bir haftaga qanaqadir joyga ketyapmiz va tushunmadim. Nu bilan promi? Urushmanglar, tushunmadim sizlarga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Короче, bizni qishlog'imizga yashamoqchi edik. Iltimos qishlog'imizga joy topib beringlar. Joy topib beramiz bemalol. Voy, bunaqa qilg'larsiz qilmanglar mana olimga, urushmanglar. Ya, mani deyapti. Bo'ldi, siz urmaydi, jim o'tiringlar. Bo'ldi, короче, shunaqa joy kerak-da. Bo'ldi, bemalol joy qilib. No'p, nima qilyapsiz, ey? Ya, hozir ketasiz. Bo'ldi, jim o'tiringlar, qaranglar. Короче, urushmanglar. Mana joy topib beramiz, mana mer bor-ku. Mer joy topib ber ekan bizga. Yo'g'i? Ha. Ya, mer bizga joy topib berdi. Qachon topib berdi? Boya. Bo'lmasa nima mendan so'rayapsizlar? Просто shuncha hosil qilib olaylik deydi. Uyingiz qulflab ketyapsizmi? Nima qildi? Uyingiz berib turing. Yo'q, men uyimni bera olmayman. Mayli, bo'ldi. Okey. Aytgancha bo'ldi, mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda nu bilan pro kelgan, bilmayman nima bular talashyapti, bilmadim. Xo'p, mer bo'ldi, ketishga tayyormisiz? Bo'ldi, davay ketdik. Aha, davay. Hali ko'rasan. Nimani ko'raman? O'shani ko'rasan. Короче, mana endi bellashish joyini topdik. Mana 13 qishloq, ajoyib bellashish uchun joy. To'g'ri aytasan. Короче, bo'ldi. Короче, mana shu qishloqning yarmi saniki, yarmi meniki. Tushundingmi? Tushundim. Короче, nima gapini men tarafsam bunaqa. Короче, mana shu yerdan bu yoq mana o'panya. Короче, mana shu yer meniki. Davay bellashuv boshlandi. Tushundingmi? Yo, meni urma. Ya, ko'p gapirdim. Obbo do'stlar, buni qaranglar. Meni sumkam ham yirtilib ketdi va narsalarim tushib qoldi. Qishloqlardan qolib ketdi. Men endi sumkamga hech nima solmayman, bolalar. Va nihoyat qishloqdan, men shahardan qishloqqa qaytdik va tushunmadim. Bu yo'q bizani qishloq emas, adashmasam. Qani, qaraymiz, bu menimcha 95-qishloq bo'lishi kerak. Yo do'stlar, bu 13-qishloq bu do'stlar. 13-qishloq. Bu nimasi? Вообще tushunmadim, bu yo'qda nimalar bo'lyapti? Mer, qishloqlar bu yo'q. Qo'yman bularni. Mer, nima bo'lib yo'qdi? Короче, bu yoqda boyaki Noob bilan Pro mani talashib, o'zicha battle qurib tashyapti, bor-ku. Lekin men tomonni zo'r qilibdi lekin. Qani? Voy, siz tomonni zo'r. Men tomonni qarang, noob bo'lgan, meniki juda ham yomon bo'lyapti. Siz ruxsat berganmidingiz? Yo'q, meni umuman aloqam yo'q, buni bilmayman, o'ziga o'zi bir nima challenge o'ylab topishibdi. Obbo, sizlar nima o'zlaringiz challenge o'ylab topasizlar? Yo'q, siz undan ko'ra bizni qishlog'imiz ko'rib chiqing. Urushmalaring nima uchun urushasizlar? Meni birinchi deyapti-ku. Xo'p, mayli bo'lmasa qaysini birinchi ko'rsam ekan? Meni birinchi ko'ring. Ya, meni birinchi ko'rding. Maqsad bu. To'xtanglar, bo'lmasa hammalaringiz birinchi ko'raman. To'xtab turinglar, bitta gapiringlar, bo'lmasa mayli birinchi pronikni ko'ramiz. Mayli. Davay keling. Aha, mayli. Sen shu yerda turasanmi? Men shu yerda mer bilan gaplashib turaman. Ya, men ham bu yerda turaman. Mayli. Bolam, buni qaranglar, bu yo'qni nima qilib tashlabdi? Bu yoqda Bugatti turibdi, bolalar. Va bu yoqda qanaqa modeldagi anavi bor ekan, Ninja anosi modeldagi mototsikl turibdi, bolalar. Ajoyib bola, ajoyib. Voy, men kalam qolyapti, bolalar. Juda ham ajoyib bola.
kompaniya judayam chotka, menga yoqdi. Va bu yerda xo'p, Bugatti va BMW judayam ajoyib bo'ladi. Sizlarga BMW yoqadi bilaman. Shuning uchun like va podpiska bosib qo'yinglar. Okey, mana bilan bo'lsa bo'ladimi? Albatta bemalol buzavering. Okey, qani bo'la mana bilan buzib, let's go. Bu yo'lni judayam zo'r qilibdi borib, bu yoqda hali mashina almazdan olish kerak. Almaz обязательно almaz kerak. Bunaqa narsalar kerak emas. Mana bu izimrud ham kerak bo'lib, bitta, ikkitami, uchta, to'rtta izimrud olsak, ichimliklar bilan o'zimizga chips olamiz, maza qilib yeb o'tiramiz. Okey, bo'ldi. Xo'p, mana bilan yo'limiz yaxshi. Xo'p, bu yo'lni qaranglar. Judayam ajoyib, zamonaviy qilibdi, lekin bularga ruxsat berilmagan bo'lsa ham, Pro judayam ajoyib qilibdi. Agarda meni uyim mana shu yerda bo'lganda bemalol men ham xursand bo'lardim, lekin meni uyim afsuski men bu nubdolida judayam ayanchli bo'ldi. Judayam ajoyib qilib tashabdi boru. Mana bu skameykalar qaranglar, judayam zo'r joylarga qo'yganda, judayam zo'r skameykani tanlagan bo'ldi. Mana bu nubni qaranglar. Bu yerda sasishini qaranglar, mana bu eshikni qaranglar. Yo, rahmim keladi. Ajoyib, mana bularni judayam zo'r qilganda bo'ldi mana. Prodan zo'r narsa kutsa bo'ladi, lekin men o'zim baho bera olmayman do'stlar, o'zlaringiz baho berasizlar. Okey. Pro saniki bo'ladi, lekin nubniki ham ajoyib pro menimcha. Siz nima seriyozda gapiryapsizmi? Yo'q, to'g'risini aytsam saniki zo'r, lekin nub bo'lmasin deyapman. Mayli. Ya, men degan kodam sen nima obzor qilib berasanmi? Yo'q, men yo'lda o'tiraman. Xo'p, mayli, nublar ham kuchayib ketdi bo'ldi. Birinchi mana bu yo'lga chiqamiz va yaxshi, bu yo'l shunchalik yomon hidlar bilan boshlandi. Xo'p, do'stlar, shuncha mehnat uchun bitta like va podpiska bosib qo'yinglar. Shuncha sassiq joylarga kelib sizlar uchun video olyapman va mana do'stlar qaranglar, menimcha mana bu Pro'ni koni bo'lsa bu yo'lda noob koni turibdi. Yo, do'stlar. Va mayli, mana bu yerdan sakramiz va let's go. Yaxshi bo'ldi. Xo'p, va do'stlar, nimaga buni yetishtiryapti? Вообще tushunmadim boru. Bu noobni kallasi. Tushunmadim bo'ldi. Bu nimasi bu? Bo'ldi, bu qanaqadir kislota qo'yib olgan. Noob kallay joydamisan, qanaqa kislota qo'yding bu yo'lga? Gapni bilmasdan qo'yyapman, ololmayapman-da. Voy, seni kallang bashiring qursin. Do'stlar, mana buni qaranglar, xuddi bir juda ham toza qilib mana bunaqa qayta ishlash qutisini qo'yib qo'ygan va voy, men derazalarimga nima buni qilib tashlagan? Bo'ldi, bu yo'lni qaranglar, nima qilib tashlagan? Yo, do'stlar, bu voy, yo'lga yaqinlash bo'lmaydi boru. Xafa bo'lmaslik uchun bitta ikkita buzib qo'yaylik. Okey, mayli. Yo'lni sasishini qaranglar, chiqish kerak bu nima qilib. Okey. Hop, buni qaranglar. Shuncha samon, shuncha nimadir hashaymi nima deydilar. Yo, do'stlar. Voy, do'stlar, mana farosat qaranglar. Yo. Voy, yo'l ustiga nima? Bu balchiqlar. Nima edi bu? Kirligan qaranglar. Sakrab o'tgan yaxshi. Voy. Qo'yishni ham bilmaydi borib, bunga bitta ish aytsa ko'zini chiqaradi borib. Okey, mayli, buni to'g'rilab qo'yaylik. Pro buni ustidan вообще kulib tashmasa bo'lish qilib. Mayli. Nima ham derdik bo'lib, bu yo'lga to'g'risi qanaqa qilib qo'yishni bilmayman, yaqin bo'lib qoldi ham mayli. Do'stlar, qani uyimni ko'raychi. Do'stlar, men kalit kerak emas. Eshigimni yo'q qo'yib, kalit yondirib o'ramiz men. Voy, bu yoqqa ham kislota qo'ygan, qanaqa qishloq, qanaqa men bu noob bu. Okey, xo'p. Ishqilib yaxshi bo'lsin. Hop. Va mana kravatdan ko'rishinglar mumkin. Va meni sandig'imni nima qildi bu? Sandig'im nima qilib qo'ygan bu yo'lda? Вообще hozir chiqib gapirish kerak. Bori bunga. Men buni qaranglar. Va buni nima qilgansan? Qishloqmish nima deydilar? Men bu nima edi? Noob nimalar qilib tashading? Вообще tushunib bo'lmaydi senga. Ya naqdi. Men buni qara nima qilib tashagansan? Tortini qilib tashaganmisan? Ya naqdi yo'q. Do'stlar. Bu. Ya kalot qada meniki to'g'rimikan? Bilmadim. Короче, meni obunachilarim aytib berishadi. Ya juda ham zo'r bo'ladi. Juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, do'stlar, qaranglar, kimniki yoqdi sizlarga? To'g'risini aytsam bo'ldi, menga Ama Pro'niki yo'qdi bo'ldi, Pro'niki. Mana bu noobniki yoqmadi lekin. Sizlarga kimniki yoqqan bo'lsa bo'ldi, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim mana Pro deb yozasizlar va kimniki ko'p like yig'sa o'shaniki, короче, Pro yoki noob. O'sha kim ko'p like yig'sa kommentariyada o'shaniki g'olib bo'lgan bo'ladi. Men to'g'risi bularga baho bera olmayman. Bularning ikkalasiniki ham bir xil.
Mana bittasi to'rtonaylar bilan qurtashgan, bittasi mana konlar. Hammasiniki bir-biridan ajoyib bo'ldi. Mana shunday xursand qilib qo'yay. Da, to'ldi. Mana aytak duma. Ha, to'g'ri. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar va Noob va Proga shuni bitta baho berib qo'ysizlar. Mayli, sog' salomat bo'linglar.